Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar, Druziya Rekasiyaning sizning xonadoningizda. Приветствуем вас, друзья! У нас сегодня в гостях артисты, которые умеют быть зажигательными и невероятно душевными. Albatta, bugungi mehmonlarimiz xalqimizning sevimli guruhi Video Marakani taklif qilganmiz azizlar. Demak, biz boshladik. Jonim asalim, shaddod go'zalim, kiprigina izali jallod nazarim. Shart u talablaringiz ko'p, to'y bo'lsa shunaqa bo'lsin xo'p. Omali malikam, omali malikam. La 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 la. Hozir yangilik juda ham ko'p, yangi ashulalar, yangi ijod. Yozganlarida xursand bo'ldingizmi? Tug'ilgan kunim bo'lyapti-da, men sahnadami bo'laman. А у вас не было страха? Вот вы сейчас подбираете себе в команду еще одного человека. Baribir qiziqish bor, qo'shiq aytish sahnada. Aytishadi, fishkamiz mashinasidan-da, kliplarda ham Qanaqa qiynalish ham bo'lmadi. ashulaga teskari narsa qilaylik, deydi. Druziya Reksga ham alohida rahmat deb qolamiz. Ko'zi